O'zbekistonliklarga Green Card uchun viza berish to'xtatildi. Bugungi dasturimiz aynan mana shu mavzuda. Tomosha qilayotganingiz esa hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor Amonov. Assalomu alaykum. 2025-yilning 30-dekabrdan boshlab AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Divi dasturi bo'yicha vizalar berilishi to'xtatilganini e'lon qildi. Divi 2026 dasturi murojaatchilari vizaga ariza topshirishlari va suhbatdan o'tishlari mumkin. AQSh davlat departamenti o'z navbatida suhbat sanasini belgilashda davom etadi, biroq Divi vizalari berilmaydi deyiladi AQSh elchixonasining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida. Divi 2026 dasturi bo'yicha belgilangan suhbat sanalari boshqa sanaga ko'chirilmaydi yoki bekor qilinmaydi. AQSh davlat departamenti murojaatchilarni xabardor qilib borishga hamda qo'shimcha yangilik bo'lishi bilanoq jamoatchilikka taqdim etadi deyiladi xabarda. Ushbu masalada avvalroq AQShda istiqomat qiluvchi taniqli advokat Mirakmal Niyazmatov bilan bo'lgan suhbatda ham mazkur mavzuga to'xtalib o'tgan edik va rasmiy xabar bo'lmagani uchun mazkur mavzuda aniq ma'lumot berilmagani bo'lsa-da, ammo advokat bizning savolimizga dastur g'oliblari taqdiriga ham ta'sir qilishi haqida o'z taxminlarini aytib o'tgan edi. Hozircha mana shular mavzuga oid xabarlar paydo bo'lgach kanalimiz orqali albatta yoritamiz. Siz esa bizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling.